Tasavvur qiling, 1939-yil 1-sentyabr. Adolf Gitler urush e'lon qildi. Radiodan bu xabarni eshitasiz va birdaniga butun dunyo o'zgaradi. Siz 15 yoshdasiz. Urush bu so'z nimani anglatishini tushunish uchun yetarlicha katta yoshdasiz. Lekin u sizdan nimalarni tortib olishini hali bilmaysiz. Tashqarida bayroqlar hilpirayapti. Odamlar baqiryapti. Shon-sharaf haqida, g'alaba haqida. Ammo ichkarida hammasi boshqacha. Stolda singan chashka. Onangiz polga tikilib qolgan. Otangiz esa jimgina etiklarini bog'layapti. O'sha yilning o'zida u frontga ketadi. Reyxning burgutli belgisi uning ko'kragiga muhr bo'lib yopishadi. Shundan keyin hayotingiz otangizni kutishga aylanadi. Har bir necha haftada shoshilinch yozilgan xatlar keladi. Ular juda qisqa, lekin umidni o'ldirmasligi uchun yetarli. Onangiz ularni stol ustida o'tirib, ba'zan 2 martalab o'qiydi va keyin xuddi xazina kabi yashirib qo'yadi. Siz esa har kuni eshikka qaraysiz. U hozir kirib keladi deb, etiklarni kiyib qaytadi deb. Ukangizga M-Shop Kids kiyim do'konidan kiyim qidirishni boshlaysiz, sababi u kelishiga yangi kiyim bilan kutib olishingiz kerak. Oilam, shu 2-3 kun orasida bolalar do'konimizda yangi kiyimlar kelyapti. Hoziroq kirib obuna bo'lib qo'ysalaring, yangiliklarni tezda eshitasiz va kiyimlarni sotib olishga ulgurasiz, sababi soni cheklangan miqdorda Xitoydan kelyapti va buni 1000 ta odam kutib o'tiribdi. Kanalga qo'yilgandan sotilib ketilish ehtimoli katta. Shuning uchun kanalga o'ting, havola kommentariyada. Endi voqeaga qaytamiz. Siz o'zingizga qayta-qayta aytasiz. U albatta qaytadi. 15 yosh. Urush bo'layotganini tushunish uchun yetarli, lekin bu yosh otangiz albatta omon qoladi deb ishonish uchun ham yetarli. Keyin esa hammasi o'zgaradi. Shunday kunlarning birida eshik oldida ofitser keladi. Qo'lida muhrlangan konvert. Onangiz uni ochishdan oldin qo'llari qaltirab muzlab qoladi va nihoyat konvert ochilganda ichidagi so'zlar xonadagi havoni go'yoki yo'q qiladi. Nafas yetishmay qoladi. Xatda snayper o'qi boshiga tekkan deb yozilgan. U har kuni o'lishini his qilib yashagan. Lekin o'sha lahzani sezmay ham qolgan. U shunchaki tugadi. U ketdi. Sizni qayg'urishga ham haqqingiz yo'q, chunki atrofdagi odamlar qandaydir burch haqida gapirishyapti. Onangiz esa telegrammani mahkam ushlab olgan, go'yoki uni yashirsa, ichidagi so'zlar o'zgarib qoladiganday. Endi siz 16 yoshdasiz. Davlat sizni foydali deb hisoblash uchun yetarlicha yosh. Ular sizga aytadi, vatanga o'g'il bolalar, haqiqiy erkaklar kerak. Otangizning ismi ro'yxatdan o'chirilgan zahoti ular sizni uning o'rniga qo'shib qo'yishgan. Ular buni ko'ngillilik deb atashadi, ular buni vatanparvarlik burchi deb atashadi. Aslida esa bu sizdan so'ramasdan kelajagingizni hal qilib qo'yadigan bir muhr va yana bir ofitserning imzosi. Sizga mos kelmaydigan forma berishadi. Oyog'ingizni og'ritadigan etiklar va qo'lingizga miltiq. Mashg'ulotlarning o'zi sizni tugatadi. Boldirlaringiz kuyganday og'riq berguncha yurish, yuzingizni hissiz tutishni o'rganish. Shiorlarni toki qoningizga singib ketguncha takrorlaysiz. Instruktorlar baqiradi. Tomoqlari og'riguncha. Har bir xato esa tez va qattiq jazolanadi. Siz ichingizdagi bolani 40 yoshli odamga aylantirishga harakat qilasiz, chunki bu yerda yumshoqlik xavf. Kechasi kazarmada ter va moy hidi. Yupqa kravatda yotasiz. Atrofdagilar yo'taladi. Ba'zilar kulishga harakat qiladi. Aslida kulgili bo'lmagan narsalarga ham. Shunchaki yaqin orada o'lishlari, yaqinlarni boshqa qaytib ko'rmasliklarini o'ylamaslik uchun ham kulishadi. Siz esa doim jimsiz. Chunki bu yerda ovozingizni ishlatish sizni inson qilib ko'rsatadi va bu zaiflik. 4 oylik mashg'ulotdan keyin sizga aytishadi. Hammasi tugadi. Gazetalar yozadi. Vaqti keldi. Sizni boshqa bolalar bilan birga poyezdga tiqishadi. Ularning ba'zilari juda yosh, ba'zilari esa yosh bo'lsa ham juda qari ko'rinadi. Poyezdda ketarkansiz, derazadan singan uylar, kuygan dalalar, odamsiz bo'sh yo'llarni ko'rasiz. Erkaklar miltiqlarini qayta-qayta tozalaydi. Chunki nimadir bilan band bo'lish o'ylashdan saqlaydi. Bir ofitser yo'lakdan o'tib xotirjam ovozda aytadi: "Ertaga frontni ko'rasiz." Shu gapdan keyin butun vagon jim bo'lib qoladi. Ertasi tong, sovuq, tekis, jim. Poyezd to'xtaydi. Sizni xandaqlarga tushirishadi. Yer muzlagan, uzoqdan artilleriya ovozi eshitiladi. Havoda temirning hidi bor. Siz yoningizdagilar bilan yelkama-yelka turibsiz. Ularning yuzlari qo'rqmaydigandek ko'rinadi, ammo qo'llari hammasini aytib turadi. Nafasingiz bug'ga aylanadi. Sizning birinchi jangingiz. Hech qanday hikoyalarga o'xshamaydi. Hech qanday qahramonlik yo'q, hech qanday musiqa yo'q, faqat portlashlar. Yer yoriladi, etiklar loyda qolib ketadi. Odamlar yiqiladi. Yaqindagina bitta nonni birga yegan odamingiz yoningizda qoni oqib yiqiladi. Siz miltiqni ko'tarasiz, ammo qo'llaringiz shunchalik titraydiki, nishon ham ko'rinmaydi. Va siz o'q uzolmaysiz. Sizni yangi kelgan deyishadi. Ba'zilar kuladi ham, ammo ko'proq odam o'ldirganlar jim turadi. Sababi ular biladi. Ikkilanish keyinroq qanday ishlashini.
Keyin askarlar orasida tartib o'rnatilib, hisob taxtasi paydo bo'ladi. Ismlar yozilgan. Trank 6 ta, Kaji 8 ta, Drake 14 ta. Uni hatto bugungi o'yinning eng yaxshisi deb atashadi. Siz bu raqamlarni eshitasiz, go'yoki oddiy ma'lumotdek. Bu raqamlar sovrin emas. Bu ularning erishgan natijalari. Keyingi hujumdan oldingi tun. Sizga uyqu kelmaydi. Miltiqni xuddi yumshoq o'yinchoqni quchoqlab olganday uxlaysiz. Ko'zlaringiz oldida bir narsa aylanaveradi. Yuzlar ochiq qolgan ko'zlar, oqarib ketgan terilar, bo'shashgan jag'lar. Tong otadi. Siz harakat qilasiz, chunki reja o'z vaqtida qilinishi kerak. 2 qadam tashlaysiz va portlash sodir bo'ladi. Aloqa uziladi. Bir zumda 10 kishi halok bo'ladi. Ularning ichida eng yaxshilar deb aytilgan Trank, Kaji, Drake ham bor. Bir lahzada hammasi yo'q bo'ladi. Portlash hamma narsani parchalab yuboradi va siz shunchaki qochishni boshlaysiz. Chunki endi siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa omon qolish. Endi hech kim uchun shon-sharaf yo'q. Barcha shunchaki qochadi. Keyinchalik qarshi hujum boshlanadi, lekin hammasi boshqacha. Endi odamlar hech qanday rejasiz harakat qilishadi. Bu yerda faqat instinkt bor va siz o'q uzasiz. 3 kishi yiqiladi. Qo'llaringiz esa go'yoki sizniki emas. Ular karaxt. Siz 3 kishini o'ldirganingizdan xursand emassiz, siz xafasiz. Hisob taxtasida endi sizning ham nomingiz yoziladi. Bir necha oy shunday davom etganidan keyin bitta radio ovozi orqali hamma narsa hal bo'ladi. Adolf Hitler 1945-yil 30-aprel kuni o'z joniga qasd qildi. Bu xabar juda tez tarqaldi. Mishmishlar har tomonga yoyildi. Sizga shu odam hammasini hal qiladi deb aytishgan edi va u endi yo'q. Endi buyruqlar ham tartibsiz bo'lib qoladi, chunki markaz yo'q. Shuning uchun tartib ham yo'q. Odamlar nima qilishini bilmay qoladi. Bir necha kundan keyin Germaniya shartsiz taslim bo'ladi. Urush tugaydi, lekin sizning qiyin hayotingiz yengillashmaydi. Aksincha, yana ham qiyin. Endi asirlik boshlanadi. Urush oxirida millionlab natsist askarlari asirga olinadi. Odamlar poyezdlarga, yuk mashinalarga tiqiladi. Sovuq shamol yubqa formalardan o'tib ketadi. Va siz bilasiz bu poyezd qayerga olib borishini. Bu shunchaki asirlik emas, bu mehnat, bu Sovet ittifoqining qo'rqinchli lagerlari. Bu yerda ish, hukm va omon qolish juda qiyin. Ko'pchilik bu yerda o'ladi yoki kasallikdan yiqiladi. Bu lagerlar yashash uchun emas, ular sizni sindirish uchun qurilgan. Har tong qo'ng'iroq bilan boshlanadi va siz ishga chiqasiz. Qo'llaringiz avvaliga mehnatga chidaydiganday tuyuladi, keyin yoriladi, keyin esa qon oqadi. Siz tosh sindirasiz, ochlik har kuni siz bilan. Sizga beriladigan ratsion bu mehnat uchun juda ham oz. Kasallik tez tarqaladi va jim. Qo'riqchilar turlicha, ba'zida befarq, ba'zida esa zo'ravon. Ular siz tushunmaydigan sabablar bilan mahbuslarni kaltaklaydi. Bu yerda ish faqat jismoniy emas, u umidni ham yo'q qiladi. Ba'zi yuqori martabali odamlar sudga olib ketiladi. Shaharlarda sud qilinadi, ularning yuzlari yangiliklarda chiqadi. Ko'pchiligi qatl qilinadi, ba'zilari uzoq yillik qamoqqa hukm qilinadi. Siz esa ular orasida emassiz. Sizga sud ham yo'q. Sizga ism ham yo'q. Sizga faqat raqam beriladi va og'ir mehnat. Har kuni bir xil. Siz shunchalik charchaysizki, hatto qarshilik ko'rsatish haqida o'ylashga ham kuch qolmaydi. Yillar o'tadi. Hammasi xiralashadi. Siz uchun fasllarning ham ahamiyati yo'q bo'lib qoladi. Yuzingiz ham asta-sekin o'zgaradi. Etingiz ichidagi surat rangini yo'qotadi va oddiy qog'ozga aylanadi. Har kechada siz qo'llaringizdagi yoriqlarni sanaysiz va oddiy narsalarni eslaysiz. Onangizning stol yonida kulgani, nonning isi, quyosh nuri. Bu xotiralar sizni yuragingizni battar og'ritadi. Shuning uchun siz ularni o'ylamaslikka yana harakat qilasiz. Siz uchun medallar yo'q, paradlar yo'q. Tarix esa faqat sanalarni yozib qo'yadi. 1939-yil 1-sentyabr, 1941-yil 22-iyun, 1945-yil 30-aprel, 1945-yil may. Va kelajakdagi odamlar buni oddiy faktlar sifatida yodlaydi. Lekin sizning hayotingiz ular qarab o'tmaydigan qism. Bu sovuq, bu ochlik, bu asta-sekin yo'qolayotgan yuzlar. Bir kun ertalab sizning nafas olishingiz qiyinlashganini sezasiz. Avval kichkina yo'tal edi, endi u to'xtamaydi. Qo'llaringiz ham avvalgidek ushlamaydi. Surat qo'lingizdan tushib ketadi. Va bir lahza hammasi aniq esga tushadi. Oshxona, telegramma, poyezd, yuzlar, keyin nafasingiz sekinlashadi va to'xtaydi. Oilam, bugun sizlar aytgan mavzuda bo'ldi. Yana qanday mavzularni xohlaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Men maksimal sizlar aytgan mavzularda chiqarishga harakat qilaman, lekin sizlar ham menga yordam tariqasida kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Hozircha xayr.